Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli görürmenlerimiz, İslam ve Biz programımızın 113. bölümünü görüşlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Kadirli görürmenlerimiz, uzun buyan toxtuluvatımız her hafta bu programda her bir Müslüman çukum roşan delil ispat üstüge Kur'an ve sünnetinin nuru astıda düşünüşü gerek boğan, herkes kulaktan uyadın biyadın anlıvagan şekilde emas. Belki bilim üstüge kurulgan asasda düşünüş gerek boğan xilma-xil temalarını, mavzularını ayrım mavzu şekilde huzuruna sunup kilovatımız. Allah subhanahu ve ta'ala bu programda söylengen barlık hayatımızın bütkül sahalarga yetişlik boğan bu temalarını hakiki layık ravişte düşünüp şununla köre amel kılış nimetini ata kılışını Allah'tan tövençlik bilen sorayımız. Programımızdan daimlik aziz mihmine hem Allah'tan çok hürmetli ustaz Dünya Müslüman Alimler Birliği azası şunlukla Şark Türkistan Ulemalar Birliği azası Abdurrahman Cemal Kaşağı'nın teklif kıldık. Hürmetli vaktin çıkarıp kadem teşekkür kılıq Allah için köp rahmet ediyoruz. Allah razı olsun. Kadirli görürmenlerimiz programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arkalık Naq Meydan'dan tarixli vatıda ekran alda çıkıp durvatkan numarımız şundaqla ictimai uçur vasıtlardaki alaqı vasıtlarımız arkalık programımızga alaqalar her kandak fikir teklif olsa berişinlarını suallarınlar bolsa soruşunlarını ümit qılımız. Bugünkü temamiz tünügümüz elanımızda bəgəndək şu afetlerinin ki kainatta bu Allah'ın zimmeninde yüz beriyatqan xilma-xil afetlerinin ki bu agahlandırış mı, agahlandırış signali mı degan temada toxtulganligimizni e'lon qilgan to'xtunugin. Albatta bu mamda tasodifiy bo'lmadi, hammalarga ma'lum bo'lgandek 6 fevral Türkiye'de Kahramanmaraş'ta yüz bergan ikki qatimliq yer tevrash munosabati bilan atrofdagi 10 viloyatda ig'ir darajada bir fojia yuz berdi, yer tevrash ofati. Albatta neçe 10 minglagan kişi vafot topdi. Allah hammasini jannatdan qilsin deb tilaymiz. Bu vaqtda albatta programmalarni qildik va xalqimiz tunji kundan boshlab xilma-xil yordam faoliyatlarini hozirgacha qilyotdi tashkilotlarimiz, xalqimiz. Biz ham bu munosabat bilan albatta har qanday bu koinotda yuz bergan ofat, mayli kalkun bo'lsin, yer tevrash bo'lsin ve onu o'xshaydigan xilma-xil ofatlar uni beshiga kelgan bu musibatga uchraganlarga ayrim bir imtihon sinoq bo'lsa, hayot qog'uvchilarga nurg'un ibrat sinoq dars ekanligi hammamizga ma'lum bir masala. Buni biz diniy shaklda albatta boshqa ustozlar bu masalada to'xtaldi, ulamolar birligidagi ulamolarimiz. Albatta har bir bu temada xilma-xil shaklda to'xtalish mumkin. Şu an bu meselenin bir toxtulub öteyil deb o'ltiribdimiz. Ustaz, bevosita kirib ketsak programımızga. Endi albatta mushundaq mayli yer tevrash bo'lsin va yoki boshqa bir balo qazo insonning beshiga kelgan vaqtida inson bo'lish sifatimiz bilan ojizligimiz bilan ba'zida shu musibatga uchrag'uvchilar Alloh qilmasinga Allah'ın bergen balo qazosiga chidayolmaymisinga her xil gaplarni, so'zlarni ig'izdan chiqarib etishi, iymonig'imi daz ketkazadigan ishlarni qilib selishini uchrab turdi hamda. Alloh subhanahu va taolo saqlasin bu ishni. Shu hamda birinchi savolimiz nima shu? Yerning tavrishi ig'irmi yoki qalbning tavrishimi degan savoldan boshlasak. Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsına peygamberimizge dua salamlar olsun. Allah Teala bu yer tevreşte ölüp ketken qarindoshlarimizni şehitlik derecesiga, şehitlik mertebesini kabul kılışını tileyimiz Allah'dan. Saq qalgan, aman qalganlarga amanlık, xotirjamlik bir şey ve ularga qolaylık yaratib berishini so'raymiz. Hem gibimiz gelsek Allah bu dünyani qonuniyat ustida yaratgan. Bu dünya qonuniyat asosida harakat qildi, cho'g'li. Xo'sh. Lekin Allah Teala bu kainatni boshqarayotgan yegan bir zatning boy ekanligini insonlarga bildirish, ilohiy qudratning cheksiz mutlaq ekanligini his qildirish, iymon etganlarning iymonining kuchlikmi yoki ojizmi iymonini sinash, boshqa insonlarni iymon hidoyat chaqirish, asi, zalim, gunohkor insonlar bo'lgan bo'lsa, bularni ogohlantirish uchun
Xo'sh. Bu kainatning qonuniyatining sirtida, kainat o'rnashgan qonuniyatning sirtida yatavrashga o'xshash, kalkunga o'xshash, shivirg'onga o'xshash, yoki yanartog' ofatiga o'xshash, yoki qattiq bo'ron chiqarish degandek, yoki qurg'oqchilik degandek har xil odatdan tashqari hodisalarni paydo qilish orqali bandalarni sinaydi. Yaqinda Turkiyada cho'ng darajada yatavrash hodisi yoki ofat yuz berdi. Xo'sh. Bu ofatdan nurg'un insonlar ta'sirlandi. Bu xabarninki keng ko'lamda tarqatilishi ko'plagan kishilarning yoki ko'plagan qarindoshlarninki ideyasida yoki tasavvurida bir qo'rqinch paydo qildi. Xo'sh. Cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin bir vahima paydo qildi. Bu yatavrash ofati bu yani tavratgandan bakrak bir qism insonlarninki iymonini va taqdiriga bo'lgan ishonchini tavratdi. Xo'sh. 2 kundan keyin yataveradi ekan. İstanbul'da bo'ldi ekan. İstanbul'da ekan. 4 kundan keyin yataveradi ekan, 8 kun yataveradi ekan. Qancha qassoq bo'ldi ekan bu yerdan degan o'xshash bu taqdirga bo'lgan ishlanjirib tavratdi. Bir musulmonga nisbatan hech qanday bir moddiy sabab chora qolmagan vaqtida taynib turadigan umid nima? Allohdan umid kutish, umid var bo'lish ruhi nima? O'g'irlashga boshladi. Xo'sh. Albatta iymon aytishimizdan o'zilam, bizning musulmon bo'lishimizdan o'zilam bu yatavrashga o'xshash yoki kalkunga o'xshash yoki yanartaq yoki yana bir tabiatda Allohning o'rinlashtirishi bilan yuz beradigan bu ofatlarni to'sab qololmaydi. Yani musulmon bo'lgan diyorda bunday ofatlar bo'lmaydi. Ammo bu ofatlarninki ko'plab yuz berishi oxirgi vaqtlarda bu qiyomatning yaqinlashayotganligidan signal berdi. Yani gibimiz deymizki iman aytganlikning o'zilam bu Allah dünyada ya kainat o'rnashtirgan bu ofatlarning yuz berishini to'sab qololmaydi. Ammo iman ölüp ketgan insonlar haqida va saqqa insonlar haqida insonning qalbini xotirjam qiladi. Masalan, ölüp ketgan insonlar musulmon bo'lgan bo'lsa, bular hech bo'lmasa shahidlik martabasiga yetibdi. Xo'sh. Degan bu tushuncha bilan uning qalbiga tasalli beradi. Musulmonga nisbatan shahidlik maqomiga yetish eng yuksak maqomlarning birisi. İnsan o'zi iroda qilmagan bir shaklda Allohning taqdiri bilan insonning hech qanday bir munosib bo'lmagan bir shaklda bu dunyodan ketgan bo'lsa, shahidlik martabasiga erisha olsa, bu mu yaxshi bir natija. Am saqqaganlar tasalli berdigini bu sinaq o qarindoshimiz kelibdi. Xo'sh. Am biz o'g'an bo'lsak saqqabdi. Bu mu Allohning bizga bergan fursat ekan. Hidoyat yo'li qaytishimiz, xatolashgan bo'lsak to'g'ri yo'l qaytishimiz, ozg'un ideya fikr kirib qolgan bo'lsak yenishimiz, yaxshilarni qilmagan bo'lsak yaxshilarni qilishimiz uchun biz qarta bir fursat ekan deb bir umid bag'ishlaydi. Ruhiy, ma'naviy, psixik jihatdan xotirjamlik beradi. Ammo hamma narsaga moddiy o'lcham bilan qaraydigan yoki materializm ko'z qarashi bo'yicha bahodirgan insonlar bu xil haqiqat tushunolmaydi. Xo'sh. Bu tabiiy ofat tabiatning ta'siri bilan, tabiatning kuchi bilan qaraydi. Ammo bunda bir ig'ir bir ofatlik kelib qolsa, o'zini yo'qotib qo'ydi. Tushkunlashib ketdi. Lekin iymon ruhi bo'lgan vaqtida odamda yana bir tasalli, ko'ngil xotirjamligi shakllanadi. Kainatda yoki tabiat Allohning o'rinlashtirishi bilan yuz berayotgan bu ofatlar yoki bugungi yangi ilm fanninki atalg'isi bo'yicha ishlatgan vaqtimizda tabiiy ofatlar Allohning o'rinlashtirishi bilan yuz berayotgan bu tabiiy ofatlar Allohninki qudratini ko'rsatgan bir alomatlar. Bu o'zligidan bo'lib qolgan ishlar emas. Yanartog'ning portlashi, vulqonning chiqishi yoki kalkun kelishi yoki yatavrish o'zligidan bo'lib qolgan bir ish emas. Allohninki qudratining cheksiz ekanligini ko'rsatgan bir alomat. Hem Allah'ın askerlerinin qatarıdır bu. Xo'sh. Allah bu askerler orqali xohlagan yerde, xohlagan zamanda, xohlagan o'rinda, xohlagan kishilarga bu askerlarni ishlatadi. Bu askerler orqali ba'zi bir insonlarni sinaydi. Ba'zi bir insonlarga yordam berdi. Dushmanga qarshi. Ba'zi bir insonlarni ogohlantirdi, ba'zi bir insonlarni edipini berdi. Şu bu yerda aniq qilib ta'kidlab aytamizki,
yataverishga o'xshash koinotda yoki tabiatda Allohning o'rinlashtirishida yuz beradigan bu yataverishning vaqtini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Buni kesib aytamiz. Bu insonning ilmiy iqtidoridan, imkoniyatidan yuqori bir narsa. Yataverishning vaqti manchinchi soat bo'ladi, falon soat bo'ldi deydigan bu vaqt belgilash bu insonningki imkoniyatining sirtida bir insonning imkoniyati buna yetmaydi. Shunga bugungi o'xshash vahimali xabar tarqatilayotgan, qo'rqinch paydo qilayotgan, insonlarning psixikasini buzayotgan, taqdiriga bo'lgan ishonchini ta'virtayotgan bunday paytlarda har bir inson musulmon bo'lishibdi bilan ajaldan qutulib ketganligi, insonning bu dunyoda yeydigan rizqining belgilanib ketganligi ishonishi. Bu dunyoda qandaylik bir ish yuz bersa Allohning taqdiri bilan bo'lganligi ishonishi. Alloh bir ishni taqdir qilgan bo'lsa bu taqdirningki cho'qim keskin holda bo'lganligi ishonishi. Shundaqla musulmonlarning sinoq kuchiga davomli yaxshilik bilan sinalmay, balki yomonlik deb qaralgan. Masalan, kelgunga o'xshash, Pokiston yuz bergan, bu Turkiya, Suriyada yuz bergan, yatavrashga o'xshash bu xil yomonlik deb atalgan bu sinoqlarga uchraydiganligi ishonishi, o'limning yaqin ekanligi ishonishi, qiyomatning yaqin ekanligi ishonishi, yaxshi ish qilishga oldirishi, xatolashgan bo'lsa tavba qilishga oldirishi, eninken ish hareketleri, mesela qurilish qildi, uy qildi deydi va boshqa ish qildi, ishlarni sabab natija qonuni bo'yicha o'lchamli puxta qilishga harakat qilishi bu insonning qalbiga tasalli beradigan, ko'ngilni xotirjam qiladigan ishlarni qatar. Ishning to'g'risi bu. Xo'sh. Yana bu yerda qistirib ta'kidlash tegishli masalalardan birisi ilmiy izlanishlar, fizika yoki biologiyalik yoki ilmiy tadqiqotlar orqali muayyan bir shaharda yoki muayyan bir davlatda yoki muayyan bir makonda yatavrash ehtimolligi bor degan farazni o'tirib qo'yish. Xo'sh. Va bu faraz asosida yatavrashga taqobil turadigan choralarni qo'llanaylik deb qurilishlarni uning qarta o'lchamlik salish va bu ilmiy tadqiqotlardan foydalanib turib sabab chora qilish hargizmi biz yuqorida bayon qilgan taqdir aqidasiga iymon aqid zid kelmaydi, balki yuz berish ehtimoli bo'lgan ziyonni azaltishi mumkin. Chunki dinimiz bizni sabab qildi. Dinimiz bizni bu dunyoni sen tadqiq qildi. Koinot haqida izlandi. Unda o'g'aldi, undan izni foydalansak albatta yo'lliqmiz yo'lliq. Lekin yatavrashdan qachon, qaysi vaqtda aniq vaqtini biror maxluq, biror inson bilamdi bo'lsa buni bilmaydi. Mayli yatavrash bo'lsin yoki shurg'an ofati bo'lsin yoki suv ofati bo'lsin yoki boshqa ofatlar bo'lsin. Shunga bu bunday masalalarda bu iymonni kuchaytirish, qalbimizni iymon ruhi bilan, taqdirga bo'lgan ishonchi bilan mustahkamlash intayin muhim o'rin turadi. Xo'sh, xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat. Endi albatta men yana mas'uldan keyin so'ray, ba'zi masalalarni kishilarning nazarda har xil so'ralayotgan savollarni. Endi bu yatavrashga shar'iy nuqtadan qanday qaraymiz uni o'zi? Burunlardan yüz bergen, bel yatavrash olsun, yoki Pokistonda yüz bergen suv ofati olsun, yoki boshqa bir yerda yüz bergen sho'rg'anli olsun, yoki qattiq bo'ron bo'lsin, yoki bir yerda yüz beradigan yanardog' ofatlar olsun, bu koinotda Allohning taqdiri bilan bu ofatlar pat-pat yuqori deganimizda yüz berib turadi. Bu ish bo'lgan vaqtda ba'zi bir shaxslar yoki ba'zi bir kishilar bu masalani kengri atrofliq izlanib, obdan tadqiq qilib, oldirmay, hukm chiqarmay, g'achchidan bir ish bo'lib bo'g'ishlam Allohning bularga bergan azobi. Allohning bularga bergan jazosida g'achchidan ilohiy nom bilan tamg'ivasidigan, ilohiy haq bilan hukm chiqargan bunday bir xato usullar jamiyatda pat-pat uchqab turibdi. Bu yangi masala emas. Shunga bu yatavrashga o'xshash Allohning taqdiri bilan, Allohning o'rinlashtirishi bilan yuz beradigan bu tabiiy ofatlar, ilmiy atalg'i bilan aytsak, ya koinot yuz beradigan bu ofatlar yuz bergan bo'lsa, Alloh taolo bu orqali, masalan, yatavrash misol olsa, qiyomat kunida zo'r darajada, dunyoda siz anglab boqmagan, ko'rib boqmagan, mislsiz darajada, bir insonni saqlanmaydigan darajada bir yatavrash yuz beradi. Uning tayyorligini qilinglar. Deb tayyorlik chaqirish signali subtir. Yoki ba'zi insonlarni iymon hidoyat chaqirish uchun bo'ladi. Yana ba'zi g'aflat kirib qolgan, men 5 yildan keyin namozni boshlay deydigan, ya bu yil zakatni bermasam 2-3 yildan keyin bersam bo'ladi deb zakatni bermaydigan bir xillar bor. Ba'zi
ibodatchilar kelgan chaq mantaq kishi cho'ng bo'lgan chaq 60 yosh kirgan chaq asta mas kirib olsam bo'ldi deydigan g'ofillar bor. Har xil g'ofillar. Bu g'ofillarningki to'g'ri yo'lga qaytishga bir signal sifatida. Xo'sh. Fursat sifatida bo'ladigan ogohlantirishlardan iborat. Demak, bu yatavrash bo'lsin, yoki yanartaq bo'lsin, yoki kalkunga o'xshash bunday bir ofatlar bo'lib qolsin, bu sinoq yüz berish mumkin. Sinoq sifatida yüz berish mumkin. Chunki Alloh taolo insonlarni bu dunyoda sinoq uchun yaratdi. Umumiy sinoq uchun bo'lishi mumkin. Yoki ogohlantirish uchun bu ofatlar bo'lishi mumkin, yoki ma'lum shaxslarga qarta yoki ma'lum bir qavmga qarta jazolar sifatida bo'lishi mumkin, yoki rahmat sifatida bo'lishi mumkin, yoki uningdan boshqa sabab uchun bo'lishi mumkin. Bu masala bizga nisbatan yatavrashdan hikmati sabab bizga nisbatan g'aybiy masala bo'lganligi uchun buningda aniq bir narsa deya olamiz, deyolmaymiz. Demak, buningga o'xshash tabiiy ofatlarning sinoq ekanligi, ya'ni Allohning taqdiri bilan bo'lgan tabiiy ofat, ya'ni tabiat o'zligidan chiqib qolgan emas. Buningga o'xshash Allohniki o'rinlashtirish bilan taqdir qilish bilan koinot yuz berayotgan bu ofatlarning sinoq ekanligi yoki azob bo'lganligi, yoki ogohlantirish uchun bo'lganligi, yoki biror qavmga qarata jazo sifatida bo'lganligi, yoki rahmat sifatida, yoki boshqa bir sifatda bo'lganligini faqatla yaratish Alloh bildi. Xo'sh. Buni Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Biz bu sababdan bo'lgan, ma sababdan bo'lgan deb Allohning taqdiriga aralasha olmaymiz. Ma asabakum min musibatin. Biraz ekin bir yer gitti. Tamam. Endi Qur'on-i Karim qarasak, siz o'qigan oyatdagi va boshqa bir necha yilgan millatlarning vayron bo'lganligi, bir qismining balkim salobati bilan, bir qisminingki yurtininki vayron bo'lganligi bilan yatavrash va boshqa sabablar bilan ba'zilarning ovoz yuqori bosimli ovoz vayron bo'lganligi o'xshash voqeliklar bayon qilingan. Ham ilgirki millatlarga iymon aytmaganlik sababidan kafir bo'lganlik sababidan Alloh taolo bir butun halok qilib o'tgan, bir butun vayron qilib o'tgan millatlarning misolini, shular yuz bergan shu ofatlarni Turkiya musulmonlarga tatbiqlash, Turkiyadagi ofatni ashunga o'xshab o'z vaqtida Alloh taolo falon qavm bu ofatni bergan, bu Turkiyada yuz bergan bo'lsa-mu yana bu Allohning jazosi deb tatbiqlash tamoman xato. Nima uchun xato desa? Chunki yatavrash o'xshash inson aralasholmaydigan. İnsanning hech qanday daxli bo'lmagan, bevosita Allohning taqdiri bilan bo'lgan bu ofatga ya bu musibatga yoki bu hodisaga yoki bu odatdan tashqari masalaga andaq mandaq deb hukm chiqarib bo'lmaydi. Xo'sh. Hamda uning ustiga bu masala insonning ixtiyori bilan bo'lgan ishlarga o'xshamaydi. Masalan, insonda ixtiyorligini sal qarash sababidan, insonning mas'uliyat sababidan yoki inson nafsiy xohishiga ergishib kelib chiqqan musibatlar bor. Bunga o'xshamaydi. Masalan, misol olaylik. Biz Sharq Turkistonliklar mahkumlik ushurdikmiz, mahkumlik ushurdik. Qulluqqa qoldigimiz, qulluqqa. Buning sababi Allohning taqdiri bilan bo'ldimi? Ya'ni Alloh taoloning bevosita bu Uyg'ur millati yoki Sharq Turkistonlik 200 yillik hayotda qul holat yashaydi deb hukm besib o'tganlikdan bo'ldimi bevosita yoki o'zimizdan sababidan bo'ldimi? Evet, o'zimizdan. Bu o'zimizdan sababidan bo'ldi. Bu ikki nuqtani ayirish lozim. Yatavrashda insonning daxli bormi? Aralasha oladigan taraf bormi? Yo'q. Bevosita Alloh taolo qaror qilgan qaror bu. Taqdir. Shu bu yerda va asabakum musibat, sizlarga kelgan musibat sizlardan degani, ya'ni sizlarning ta'siringli bo'lgan, sizlar sababchi bo'lgan va sababchi degan mas'uliyatsizlik, g'ururlik, ishbiyonlik, jasuslik masalan millatimiz yuz bergandek nafsiy xohish erishgan bu musibatga sababsizlar deydi. Endi yatavrash bo'lsin, kalkun bo'lsin va buni bevosita Allohning irodasi bilan bo'lgan, hech qanday bir insonning irodasi bilan aralasholmaydigan bu ishning hukmini faqatlar bilguchi, qaror qiluvchi Alloh. Sinoq uchun bo'ldimi? Rahmat uchun bo'ldimi? Ogohlantirish uchun bo'ldimi? Azob uchun bo'ldimi? Ya boshqa buni bilguchi Alloh. Albatta. Chunki buni ayirish lozim. Musibat kuchirgan minglarcha musibat kuchirgan insonning har birisi xilma-xil sinoq kuchir ekan. Birileri uchun jazo bo'lsa, birileri uchun rahmatga aylanadigan. Mushqatim sizlar abay so'zlab o'tlar. Masalan, ogohlantirish dedik. Shu butun televiziya kanallarida 24 soat beradigan Turkiyadagi shu afat rayonlaridagi shu xarobiylikdan qutqizib chiqilgan kishilarning nurg'unlari
özün toxtulanmagan derecede Kur'an-ı Kerim toxtumay Kur'an okup ketişi, toxtumay zikir kılıp Allah, ya Allah senden güçlük birisi yok dep toxtumay burunqi hayatını tamamen unutgan şekilde Allah'a qaytidin Allah'ın gücünü kögeldikini his qilgan ziyaretlerden qarasak nurgun insanların Allah'a qaytishini resmi sebep bo'lganda bu hadisemde. Kur'an-ı Kerim qarasak bu nurgun ayetlerimiz yig'ib mazmun xulosalasa va ma nursil bil ayat illa tahrifa. Biz ayetlerimiz yani kudretlerimizni bu tabiatda kainat yuz bergan voqealiklar hadislarni bir millatga bir yurt avatgan bo'lib qolsak tahvib uchun ularni ogohlantirish uchun qo'rqitish uchun Allohdan qo'rqinglar Allohning azobidan qo'rqinglar o'lim bor o'limdagi hisobdan qo'rqinglar qiyomat kuni bo'ladi buningdan ehtiyot qilinglar degan bu sifatda avatimiz. Yani bu oyatga asosan payg'ambardan boshqa har qanday bir inson sahbalik o'tkazam uning illat nuqson bormisi bor. Allah Teala belki muşu ayetler arkalık yani muşu tabiatta adetten taşkırı peyda kılavatkan kudretleri arkalık kemçillik boğan insanların doğru yol kayıtı için belki rahmetsini kıydap düşensek mi? Düşemde düşürdü. Hoş. Ölüp ketkenler akide sağlam boz birazcık izahlayımız o şehit derdisiga yukarı mertebe erişken insan. Hayat kalgan insanlar akide bir azizge toxtum. Bular nispeten rahmet. Bu rahmet sinik. Demek bir yerde yatavreşke okşaş Allah'ın kudretini gösterdiğin bir afet kainat yüz berse işinin alıkenini obdan tekşürüp tetkik kılmaylan bir ayetki karaplam ya bir hadis karaplam bütün ayetlerini cuğlap bütün eslerini cuğlap hüküm çıkarmayın. Mana bu Allah'ın falanı millet gibi bergen azabı falanı millet gibi bergen cazası edip üyedeki Müslümanların ruhini sunduruş psixikasini buzuş, yarının üstüge tuz sipeş, bu şeriat ölçümündeki en çok nadallık. Hoş. Davet kılış uslubundaki en çok sapasızlık, hem ahlaksızlık. Öylavatkan adamga takımman, hoş. ruhi cihetten, manevi cihetten zarbi yurduğun gapni kılış. Bu şeriyet kim şeriat kim uygun emas, ahlak kim uygun emas. Davet kılış asla uygun emas. Çünkü en yaxshi davrda yaşayan sahabeler İslam'ın tarihinde en yaxshi davr atalgan sahabeler davrida tabiiy afetler yani Allah Teala kainat o'rlashgan afet yuz bergan. Mesela bunun qatorida misol alsak vabo kasali yuz bergan. En ilg'or sahabeler vabo kasalida ko'plari bu dunyodan ketgan. Ama bu sahabeler duch kelgan shu tabiiy afet bugun zamon til bo'yicha. Jazo deb tushunamsan. Yoki shu kainat yuz bergan voqea sahabeler birligen sınak dep karşımız doğru mu? Ya ki sahabeler kelgen caza dep karşımız doğru mu? Biz ulan en yaxşı desek dep karaydıgan tutsa. Hem o tabiatta ya kainat Allah'ın orunlaşırı yüz bergen o afet ular caza desek akıllık sıkın. Nima uchun ya qo'sh o'lcham bilan hukm chiqardi? U yerga kelgancha sahabalarning bashar kelgan sinaq dedigilar, bugun kunlikda Turkiya musulmonlarining va Suriyaning bir qismi musulmonlar kelgan bu ofatni sinaq demak, yoq Allohningki azobiti deb ilohiy nom bilan hukm chiqarish bu axloqsizlik emasmi? Shariatning ro'yi tamoman zid emasmi? Bu sababdan qaraydigan bo'lsak, ba'zi bir kishilar haddidan oshib bütün hamma narsa bilib ketadigandak Allohning taqdirining nima uchun bo'lganligini ko'rib turganga o'xshash. Xo'sh. Bunda bir ofat bo'lib qolsalar, qatchini maydonga chiqib, Allohning falon millatga bergan jazosi, balasi deyishi bu shariatga aqlg'imi, axloqqa uygun emas. Ammo afsuski Turkiyada bir qism vaizlar, ahli ilmlar emas, bir qism olimlar emas, bir qism vaizlar o'zlarini farishta maqomida qo'yib xatolashmaydigan Xo'sh. Başkalarını günah ma'siyat petib ketgan ko'ra bu Turkiyada yuz bergan ya tavrash afitni Allohninki bularga bergan jazosi deb jo'lamaydi. Bu Xo'sh. shar'iy nuqtadan, axloqiy nuqtadan, ilmiy nuqtadan tamamen xato. Xo'sh. Allah razı olsun. Ama şu yer tavlashdagi imoniy nuqtalarni qanday bayqaymiz degan. Yuqorqi oyatni yana takrorlasak, xulosalab turgan "Va ma nursil bil ayat illa tahwifa."
Biz kudretlerimizde insanların agahlan. Nimeden agahlanır? Allah'ın azabıdır. Allah'ın hesabının katılığıdır. Ma dünyanı ben sinak üçün sana verdim. Hayatlığı sinak üçün ben aman bir gün kayıtsın. Aklını tap, doğru yol kayıt degen. Bu ayetke asasen ya tevreş olsun, ya ki kelkün olsun, ya nartaq olsun, ya ki yana bir hadisler olsun. Bu hadislerin kilişi tirik insanlara nispeten, sak qalğan insanlara nispeten, ya tevreşten qutulup qalğan insanlara nispeten, ya tevreşni anlığan ama onun düşkenmegen başka insanlara nispeten, mesela İstanbul'da kerek Jirak deyli, Kahramanmaraş'ta. Bu insanlara nispeten agahlandırıcı signal. Sizning beşinligim va kuni kelishi mumkin. To'g'ri yo'l qaytang. Ma'nodan ibrat elinglar. Bu o'liklarni to'qog'itmaydi. O'liklar ketdi. O'lib ketganlar ketdi. Ba'zi ahvoli qarta, sog'lom aqidasi bo'lib jannatga kirdi, ba'zi ahvoli qarta do'zaxga ketdi. Bu yerdagi ogohlantirish, qo'rqitish kimga qartildi? O'liklarga emas, tiriklarga. Shunga Alloh taolo bu kainat o'rlashtirgan bu ofatlar orqali, yoki tabiat ofatlari orqali, Allohning taqdirlagan tabiat ofatlari orqali minglagan insonlarni bu dunyoda olib ketgan bo'lsa, yoki minglagan insonlarni bu dunyoda vafot qildirgan bo'lsa, xuddi Turkiyada yuz bergandek, millionlagan insonlarni ro'yin turibdi. Allohga qaytishiga vasila bo'ldi. Allohga qaytishga, haq yo'l qaytishga, iymonning haq ekanligi, taqdirning haq ekanligi, Allohning qudratidan cheksiz ekanligi millionlagan insonlarning qalbini tirildi. İmanı ölek olgan, iman ruhsuz olgan adamdan silkinishga chaqiradi. Ölüm haqken. Biz yani 5 yıl var aldığımızda, 10 yıl var, 30 yıl var hesabını sokkan bilen ölüm köz aldığımızda her vakit yüz biriş mümkünken. Ölüm kanda tayyorlik kıldı. Allah'ın aldığı bağın çağda nemiş kılsımız aytgan bu tayyorlikka nurg'un milyonlagan insonlarninki haq yo'l qaytishiga sabab bo'ldi bo'lsa, sabab bo'ldi. Bu sebepten ya tavreş olsun ve şunun o'xshash tabiiy ofatlarda yoki Allohning o'rlashtirgan bu koinot ofatlarida yuz bergan voqealardan o'lib ketgan odamlar bo'ldi. Bir qismda xabari chiqmagan, yo'qolib ketgan odamlar bo'ldi. Bir qism yaralangan odamlar bo'ldi. Turkiyaga o'xshash. Enin kendinden Yunan'da kep çıkan maddi ziyarlar oldu. Öy olsun, maşini olsun, pul pichakdan kep qalsa. Bunun qil merkezi şu olmay, tabiat bunun qil qaraymiz. Bunun merkezi şu, bundan başqa. Bu afetten, ya tavreş afetinden. Allah'ınki kainat o'rlash bu afetidir. Biz qanday ibret alamiz? Saqqa qallar. Beşimizga mushunday kun kep qalsa biz qanday qilamiz? Bizning tayyorligimiz bormi? Iymon tayyorlik. Allohning oldiga ketib qolib qalsak be, yo'ruq yuz bilan ketayligidek. Farzni ado qilib ketayligidek. Namozni bir o'qib ketayligidek. Zakatni berib ketayligidek, ro'zani tutib ketayligidek, islomning ro'yi bilan islomni ko'rsam yashab ketayligidek yuzuk bilan yo'ruq yuzimiz bormi degan bu masalani o'ylashga sabab bo'ldi. Demak bu voqeani insonni o'limni aslashga va to'g'ri yo'lda manishga tashabbus qilamiz bo'lsa, tashabbus qil. Ammo yuqori deganimizdek hamma narsaga moddiy o'lcham bilan qaraydigan odamlar bu haqiqatni tushunmaydi. Shunga bu ya tavreş olsun va boshqa ishlarda bo'lib qolsin, buning rahmat taraflari bor. O'limni haqiqatligini eslatadigan, o'limga tayyorlik qilish tashabbus qilgan bu rahmat taraflariga mu qarashga to'g'ri keldi. Shuningdek yana Allohning o'rinlashtirishi bilan tabiatda ya kainat yuz berayotgan bu ofatlar yuz berib qolsa, chidamliq bo'lish, iymonning taqozosi bo'yicha chidamliq qilish va shukr qilishni o'rganish lazım. Masalan, dunyoning katta bir bo'lak insonlar u ayrimiz. Ammo saqlab qolganlar, musibat kuch qilganlar, bir a'zosidan ayrilib qolganlar sabr qilish lazım. Allohning taqdiri shu ekan. Bir qism insonlar shukr qilish lazım. Qaysi insonlar shukr qildi? Bu dunyodan ketmay yaxshi qilish fursati qilib qolgan, tavba qilish fursatiga erishgan hayotga, to'g'ri yo'lga qaytib olish fursatiga erishgan bu insonlar Allohga shukr qilish lazım. Yani bir yer ta'kidlab o'tamizki, bu dunyoda ejele to'shqan insonlar, cho'ng olsun, kichik olsun, o'g'il qiz olsun, nerede o'lib ketsa o'lib ketdi. Lekin Alloh taolo bu yatda o'rashda o'lib ketganlarga alayda yuqori bir martabani bergan, shahid martabasini bergan. Buning dalili nima desa, payg'ambarimiz Allohning yo'lida jang qilib, jihad qilib o'lib ketganlardan boshqa shahidlar bor dedi musulmonlar. Faqat shahidlar jangda o'lib ketgan, uningdan boshqa shahidlar bor. Mesela kimlerse vaba kesiligi duch kelib o'lib ketganlar o'qas o shahidning hukmi dedi.
Yer tevreste ölüp ketkenler olsa o mu şehitinin hükmüdür. Su aptı, sel aptı düş kelgen olup kalsa o mu şehitinin aptı. Ot aptı düş kelgen olsa o mu şehitinin hükmüdür. Ayallar tuğut ölüp ketken olsa o mu şehitinin hükmüdür. Şehitlik makamına erişkende müminlerin kalbine bir teselli verir. Hoş. Müminlerin ruhiga bir hatıcanlık verir. Siz Allah'ın aldığı bağınca kaysı makamlı barasınız? Nerede durasınız? Kanda orana erişeceğiz. Bunu bir oylap bakış lazım. Bunun değil ki daha bir imani bir nimetli. Şuna bu vakalda yani ya davraç ve şunun koşu vakalda bu hem benim maddi ölçem bilen, maddi gözülen karamastan Allah Teala'nın muşu vaka arkalık, yani muş afet arkalık, kançılgan insanların hidayet kıyganlığı, kançılgan insanların gaflet uykusuna uğratkanlığı, kançılgan insanların bixillik, pıksıqlıktan, sakılık, köyünüş, mehribanlık kılış, yaxşılık kılış makamı yötkigenligi. Kançılık insanlar yaxşılık kılış pürüs yartıp bergerligi. Bu tarafki mı qaraş mühim. Onun için Peygamber Aleyhisselam Müslümanlar sınak yaparsa, sınak bazıda yaxşılık bilen buludu, bazıda yamanlık bilen sınak buludu. Yani sınak bazılarına nispeten caza olup bazılarına nispeten rahmet oldu. Mesela Peygamber Aleyhisselam bu vaxtda Allah Teala bir milletni, bir kavmini yaxşı görgen bu sınaydı. Yani sınalmasının özü o adamın evliyalıkının belgisi emas. Sahablar sınalmasa da biraz özünü ensireydi o. En egir sınak yolu Allah yaxşı adam. Peygamberler en kendi yaxşı adam. Hoş. Allah Teala bir kavm yaxşı görse sınaydı. Sınak bir yerde her xil ol. Bazı nimet verip sınaydı. Bazı nimetni tatip edip sınaydı. Bu tatip edişten türecek. Bazı şahsi karakterli buludu, bazı yurt karakterlik, bazı millet, bazı devlet karakterlik bolup sınaklı. Kim bu Allah'ın takdiriga, Allah Teala bir vasıta orlaştıran tabiatı yüz bergen, Allah'ın orlaş tabiatı yüz bergen. Bu sınaklar sabır kılası Allah'ın takdiri şu kendi. Hayat kapqal. Bu adam da Allah razı ol. Kim bu Allah'ın takdiriga tuzkorluk kılıp, men Müslüman tutsam nemiş ki bunda yüz berdi. Şunun qaragan çağda Allah meni yaxşı görmeydi eken. Yoki bu din haq emaskan degan o'xsha shak tushib qolsa yoki taqdir qarta bu ajalning futilganligiga, rizqning futilganligiga ishonmay qalaymiqan gaplarni qilsa bu odam Allohning g'azabiga duchor bo'ldi. Ya'ni gapimizni xulosalag'an vaqtimizda tabiiy ofatlarning dardi og'ir bo'lsinmi, ta'siri og'ir bo'lsinmi, bu musibat uzun so'ziladigan bo'lsinmi, iymon aqidaning taqozosi bo'yicha bu kainatı yüz bergen kişinin her qanday işinin Allah'ın takdiri bilen bolduğuna işenişme. Her qanday iş yüz berdikken bu üzdiginden bolup qalmadı. Allah'ın tedbiri bilen takdiri bilen. Enin kendi Allah orlaştıran her qanday işinin hikmetli hali emas ekanligi işeniş lazım. Hoş. Şunun bilen birlik qaraplam hem tugishab to'q biz yo'qolab to'q deb o'tamiz. Allah'ın rahmetining kengligini işeniş lazım. Yana qaraydigan bo'lsak, bir mesela xabarda hozir 50 ming atrofida chiqqan 50 ming atrofida qarindoshlarimiz vafotlab ketdi. 70-80 ming qarindoshimiz yaralandi. Qag'ini balkim bir oygacha to'liq xabarda bo'lishim. Demak, bir bo'lik qarindoshlarimiz o'lib ketgan, bir bo'lik qarindoshimiz yaralangan bo'lsa-mu, yana bu yerda Alloh taolaning nurg'un insonlarga berayotgan rahmat. Rahmatdan kengligida o'ynash. Bu hayotni sabab natija qonuni bo'yicha o'lchamlik biz harakat qilish lozim. Çünkü her qanday bir insan eceli toşmay turib bu dunyodan ketmaydi. Hoş. Shunday qilib her qanday bir insan Allah'ın sınıqıdan u hili bilan bu hili bilan u çar bu çar qutulaman deb qutulolmaydi. Allah sınayman degan bo'lsa, ya yo'lda sınıldı, ya doktorxonada sınıldı, yoki dengiz sınıldı, yoki bog'chada sınıldı. Hech kim ecel toşmay turib o'lib ketmaydi. Hech kim sınaqdan Allah taqdir qilgan bo'lsa bundan qochib qutulolmaydi. Demek ki biz xulosalsak, bu kainat yüz berdigan bu afetler Allah'ın saq qolganlarga, hayot qolganlarga, buni anglagan, ko'rganlarga nisbatan ogohlantirish signal. O'limning yaqin ekanligi qarta, qiyomat yuz bersa, buningdan bir dahshatli bo'lganligi qarta bir ogohlantirish signal. Xato yo'l kirib qolgan, ozg'un yo'l kirib qolgan, ozg'un fikrni qabul qilib qolganlarga tavba qila olish, yeni o'lish bergan bir signaldan. Endi müşahede biz şu qatımlıq yer davraşdın mesela köydük qam detil olurdu şu nurgulluğan şu mesela bir koçuda bolgan bolsa ma koçudaki
aldidagi kun bo'lib ketgan binoning oldidagi sağlam özününki qoida qonuniyatlardan selingan shu puxta selingan uylarning hech nima bo'lmay turib atrofisining ashnasi hatto yangi sağlam binolarmi saxtalik ishiltib materialning nachirini qoida bo'yicha selinmaganning kun nurg'un insonning o'limiga sabab bo'lganligini buni qilgan shunday saxtalik qilganlarmi albatta Allohning oldida ig'ir jinoyatchi bo'ldi hamda bu aşağıda şu öylerde o'ltirib qolgan musulmonlarning gunohi hamda shu saxtlikqa aldım ketganligimi hamda ikkisini qanday tushunish kerak hamda saq qolganlar mayatdagi binoda puxta bo'lganligi uchun tabrisi hech qanday o'rilmadi hamda o bino. Bunun bir necha nuqtadan qarang. Birinchi Allah taqdir qilgan bo'lsa, bir odamningki vafotini taqdir qilgan bo'lsa, o po'latdek o'kirib olsin. O'ladi tugaydi. Valav kuntum fi burujin mushayyad. O'lim vaqt kelgan bo'lsa, qancha tonni simintlar sanilgan bo'lsa-mi, o'lib tugaydi. Bu e'tiqod masalasi, taqdir masalasi, bu birinchi masala. Ikkinchi masala sabab char nuqtasidan. O'yni puxta selish, o'lchamlik selish. Bu shariatning buyrug'imiz buyruq. Chunki dinimiz har qanday ishni o'lchamli puxta qilish buyuradi. Xo'sh. Innalloh katabal ihson fi kulli ham ishni qilsanglar voyaga yetkazib joyida qilinglar. Uchinchi masala saxtalik qilish. Saxtpazlik qilish, aldamchilik qilish islom nazarida bu jinoyat emas, mayli qurilishda bo'lsin, bo'lsa jinoyat. Gunohimiz gunoh. Bu odam boshqa odamlarningki jinaga, mol-mulkiga, yon bir narsaga sabab bo'lgan uning gunohini tatamiz. Xuddi odam o'ldirgandek. Tatib. Bu bir necha taraflama chetildi. Çünkü bir-biridan uni o'rlashtirib o'tgani bo'lmaydi. Rahmat. Vaqtimiz mi to'shib qoldi hamda hozir shu bir tabiiy ofatlarga qanday muomala qilamiz degan bir savol bor bu ofatlarga. Qisqa bir shaklda bir 2 minutlarni to'xtatganmiz. Tabiiy ofatlarga ya koinot Alloh taolo o'rlashgan hodisalarga muomala qilishda birisi har qanday ishning Allohning taqdiri bilan bo'lganligi. Ishonishdi. Ya tavrashning qachon yuz berganligini Allohning hech kimning bilmaydi. Yuqori deyildi. Buni aniq yana ta'kidlab deyishimiz kerak. Ammo olimlar İstanbulda ya tavram desa, ya tavraydi. Jiqilgan dunyo tavraydi. Xo'sh. Erto'g'in ko'ramiz dunyoning jiqilgan xarisi qarshi jiqyadi bu. Burundan tatib bor. 2, 3 qadar insonlar tuymaydi. 3dan oshgandan keyin azroq his qilishga boshlaydi. Allohning qonuni edi. Qiyomat yaqinlashgan chaqda bu taqimni ko'paydi. Hadis shariflarda kelganga o'xshash. Lekin buningki muayyan falan vaqtida hech kim deyolmaydi. Bu NASA'sı yanımızımız bilmeyin. Eğer NASA bildiğin bolsa, ötken yılın şiurgan bilen şehirlerini veyran kılıp etti Amerika'nınki. O yanımız nesin payda kılmaydı. Demek bir yerde Allah kainat uğurlaşan bu kainat bunun vaktini Allah'dan şeşki bilmeyin. Ama onun aldığını eleş. Aynı bir xatar kep qaz yengilletish, mesela salning aldish uchun to'sim salish degan o'xshash. Buni inson qilish kerak. Aldinish uchun puxtura qilib bino solaylik degan bo'lsa, sabab chorni o'xshasin, shariat buyurdi, qabul qildi, buni tashabbus qiladi. Lekin bu jonni saqlab qolamizmi, bu Allohningki taqdirdagi bir ish. Biz sabab qilish buyurdik, natija Alloh qildi. Ikkinchidan o'limning yaqinligi, qiyomatning yaqinligi. Qiyomat mayli shaxsiy olsun, ya millat xarakterlik olsun, ya insoniyat xarakterlik olsun yaqinligi. Hem ilohiy adolat mahkamasining qurilgan ishonish lozim bu nuqtada. O'lim ko'z oldimizda ko'rinib turibdi. Balkim nurg'un xiyol orzulari o'g'it o'lib ketgan ba'zilar. Xo'sh. Shu yurtkilarning qiyomatimi shu yerda birish. Cho'ng qiyomat hisoblanamiz. Hem ilohiy adolat mahkamasining cho'qib bo'lganligi buningdan ibrat olish. Chunki bu dunyo buni olib tugmaydi. Üçüncüden her bir insan ölümge tayyor turish lazım. Bunun için özü hesap yapıp duruş, özüdeki illet nuqsanlığı olgan bolsa onu tuzduş degan o'xshash. Dördüncüden jamiyatni bir tutash isloh qilish chaqirish. Chunki jamiyatda gunoh xarakterdagi, ma'siyat xarakterdagi, osiylik xarakterdagi ishlar bo'lib ketsa, Allohning signali ko'payadi. Allohning azob bu signallardan, ogohlanish signallaridan saqlanish uchun bir yerde cemiyet karakterlik ıslah çakırış lazım. Çağqamığa vaqtida umumiy xarakterli balo keldi-da. Umumizlik tutdi. Gerçi bir yerde bir bölük adamni yaxshi bo'lsa-mi, asi sifatga, gunohkor sifatga adam ko'p bo'lsa, buni yo'gab ketadi. Chunki payg'ambarimiz oyiningki, kunning tutib qolganini ko'rgan vaqtda chiroyi o'zgarib ketadi. Yani darhol Alloh yo'l o'rgatdi. Yani qiyomat bo'lib qolganmidi? Qiyomatning alomatimi bu? Demak, qiyomatning qachon bo'lganini bilmaymiz. Shunga bir yerde o'limga zaman tayyor turish lazım. Dördüncü olarak, beşinci olarak qarindoshlarga.
yordam qilish. Pul orqali, o'zi ish qiladigan ishi orqali, tele orqali, qoni orqali va har xil shaklda yordam berish va musulmonlik, insonlik va axloqlik majburiyatini ado qilish lozim. Shundaqla bu sinoqninki yaxshilarga nisbatan rahmat, osiylarga nisbatan ogohlantirish ekanligini buni aniq ta'kidlash lozim. Oxirida bu tabiiy ofatlar, yani koinot Allohning taqdiri bilan bo'lgan tabiiy ofatlar, ya koinot hodislari yuz berib qolib qolsa, ya tavrashga o'xshash, suv kelgunga o'xshash, bunga taqobil turish yoki buning zin azaytish uchun hamkorlikninki, birlikninki, ittifoqlikninki muhim ekanligini buni his qilib yetish lozim. Xo'sh. Ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi programmamizni mashal oxirlashtiraylik. Haqiqatan so'zlab o'tilgandek, har qanday bir ofat, balo, qazo, musibatlarning hammasi har birimiz uchun nihoyatda tasvirlisiz darajada hikmatlarga to'lgan Rabbim deymizga bizden bir söz var, Allah'ın iradesiz kıl tevirmeydi de. Hakikaten bununla iman etken bir halkımız. Şunun için meyli bu yerdeki kırnaşırımızın beşiğe kelgen bu musibetlerden bolsun veya ki dünyanın her qaysı yerlerde her yılı nurgun afetler uçurap durdu. Birden sel afeti, birden kesellik deyimiz. Xılma-xıl sebepler bilen mınlıgan, on mınlıgan, yüz mınlıgan insanlar hayattan ayrılıp mana demiş Xitay virüs meselesi değil mi? Bularning hammasi bizga nurg'un narsani asıltishi kerak albatta. Rabbim Allah subhanahu va taolo hech kimga, hech birimizga biz ko'tarilmaydigan musibatni bermasin deb tilaymiz. Va musibat bersa uningga sabr qilish kuchini, bu toqatni, bu iymonni ham ato qilishini tilashimiz kerak davomli yani. Chunki haqiqatan beshig'i kelmagan inson ig'izda so'zlash oson bo'lishi mumkin. Uni haqiqiy his qilganda ağırlıqның azabını, o azabını, o aləmini his qılğanda başqaça məsələmdir o. Şunun üçün şununla tahammül qıldığan, şunu kötürələydiğən güc iman ada qılışını tilab turuşumuz gerek Rabbimizin. Allah ömür versə kilər qıtımqı aldığımız ki sanda görüşkücə aman boğayslar. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.